بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. Xush kelibsizlar aziz o'quvchilar. Bugun biz Mabdaul Qiroat kitobidan 23-darsimizni boshlaymiz. Va odatdagidek biz birinchi mufradotlar bilan tanishib chiqamiz. Mufradotlar nima? Ya'ni maani al-kalimati. Bismillahirrohmanirrohim. Maani al-kalimati. Kalimalarning, ya'ni so'zlarning ma'nolari. Sanatun yil va buni ko'plik siyg'asi sanavatun yillar. Shahrun oy, shuhurun oylar. Yoki ashhurun shuhurun va ashhurun oylar degani. Usbu'un hafta, asabi'u haftalar, yawmun kun, ayyamun kunlar, laylun kecha, layalin kechalar, naharun kunduz, nuhurun kunlar yani. Daqiqatun minut, daqaiqu minutlar, saniyatun sekund yani lahza sekundlar, thawanin sekundlar, faslun fasl, fusulun fasllar. Yani Ahmed Bring faslun deb arab tilida ikki xil narsani tushunsak ham bo'lar ekan. Faslun deb mana bir sinfda ham faslun deyiladi va faslun deb ya'ni fasllarni ham tushunadi. Masalan, yoz fasli, qish fasli va bahor misol bu fasllarda ham tushuniladi. Xo'p, mi'atun va 15 va 15 mi'atun va 15 115 mi'atun degani 100 degani va 15 bu 15 degani. Xo'p, rabi'un bahor, sayfun yoz, xarifun kuz, shitaun qish, 15 15, thalathatun 3 va 20 arab tilida ya'ni o'sha 23 24 demoqchi bo'lsak, masalan 25 demoqchi bo'lsak, birinchi harflarni o'zini aytiladi. Masalan, mana bu yerda qarang, 23 demoqchi, thalathatun birinchi 3 dedi, undan so'ngra 20 ni aytyapti. 20 thalathatun va 23. Xo'p, mi'atun nima degani? 100 degani. Alfun ming degani. Aidun degani aid bayram, hayit. Ayadun bayramlar yani hayitlar. Xo'p. Fil yawmi 24 sa'atan. Bir kunda fil yawmi bir kunda 4 va 20 sa'atan soat bordir. Ya'ni bir kunda 24 soat bordir. Fi shahri ya'ni fi shahri bir oyda 4 asabi'a 4 hafta bordir. Bir oyda 4 hafta bordir. Fil usbu'i ya'ni usbu' haftada, hafta ichida 7 ayyamin 7 kun bor, 7 ta kun bor. Al-jumu'atu bu ularning birinchi kuni qaysi? Juma kuni. As-sabtu shanba kuni. Al-ahadu bozor kuni. Al-ithnani yani al-ahadu yakshanba kuni. Al-ithnani dushanba kuni. Al-thulatha'u seshanba kuni. Al-arbi'a'u chorshanba kuni. Al-khamisu payshanba kuni. Xo'p, zalika al-baytu yusawi 1000 rubil. Ana u yusawi yani teng, narxi qiymati teng 1000 rubil 1000 so'mga. Ishtaghaltu al-laylata 5 sa'atin. Bu kecha 5 soat ishladim. Fi nahari kunduzida nashtaghilu ishlaymiz. Va fil layli nanamu va kechqurun uxlaymiz. Fi sanati 4 fusulin. Fi sanati yani bir yilda 4 hafta 4 fasl bordir. Bir yilda 4 fasl bordir. U fasllar qaysi? Faslur rabi', bahor fasli. Rabi' deb bahorga aytiladi. Va faslus sayf yani sayf deb yoz fasliga aytiladi. Faslu al-xarif va kuz fasli.
فصل الخريف كuz fasli. فصل الشتاء bu qaysi oy? Qish fasli. Ash-shita deb qish deyiladi. Qish fasliga ash-shita deyiladi. Kharajtu ila as-suqi, bozorga chiqdim. Fadakhaltu maktabatan, va bibliotekaga kirdim, ya'ni kutubxonaga kirdim. Bas fashtaraytu 11 qalaman. Bas sotib oldim 11 ta qalam. 11 ta qalam sotib oldim. Va 100 kurrasatin, va 100 ta daftar sotib oldim. Va al-farishatin, va 1000 ta pero sotib oldim. Pero bilasizlar, patli ruchka. Patli ruchka qadim zamonda ko'p ishlatilgan. Va 1000 ta nima deyapti? Va alfa rishatin, va 1000 ta pero sotib oldim. Kam yusavi qalamuka? Qalamingning narxi nech pul? Nechiga teng qalaming? 5 mallimatin, 5 tenge. اشتريت هذا الكتاب ب24 مليما. Bu kitobni sotib oldim ب24 24 tenge. في الشتاء نتعلم في المدرسة. قشدا في الشتاء قشدا نتعلم o'rganamiz في المدرسة madrasada dars qilamiz. وفي الصيف نستريح. ويozda nima qilamiz? Istirohat qilamiz, kanikulga chiqamiz demoqchi. Va fi shita'i nata'allam, ya'ni ta'lim olamiz. Ta'lim olamiz fil madrasati, qish faslida, yozda madrasada ta'lim olib, qish faslida madrasada ta'lim olib, yoz faslida ta'tilga chiqamiz. Va fi hadha al-usbu'i nadhhabu ila al-ghabati. Bu hafta o'rmonga boramiz. Fi sanati 12 shahran. Bir yilda mavjud 12 oy. Al-Muharramu, birinchi oy qaysi oy? Bu azizlar, bu oylarda bu nima hijriy kalendarga oid oylar, bularda yodlash juda ham muhim. Ya'ni Muharram bu sentyabr, oktyabr, noyabr degani emas. Bu sentyabr, oktyabr, noyabr bu quyosh, ya'ni shamsiy sanalar, quyosh bilan o'lchanayotgan nimalar, fasllar, datalar deyiladi-yu. Lekin mana al-Muharram, Safar bu hijriy, bu oy bilan o'lchanayotgan nima? Oylar deyiladi. Oyga qarab o'lchanayotgan. O'shalarda birinchisi nima? Al-Muharram, Muharram oyi. Safar, ikkinchisi Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da va Zulhijja. Mana shu 12 oydir. Ya Alloh. Xo'p, mashq qilamiz birgalashib. 23-mashq. Yil, sanatun, faslun, kunduz, naharun, hafta, usbu'un, kech, laylatun, oy. Mana bu hozir ko'rib turgan, agar osmondagi oyni aytayotgan bo'lsak, buni arab tilida qamarun deyiladi. Agar oy deb masalan sanoqda aytayotgan bo'lsak, 30 kun aytmoqchi bo'lsak, bir oy demoqchi bo'lsak, nima deydi? Shahrun deyiladi. Bu shahrun deyiladi. 25 tiyin. 25 malliman. 25 tiyin, 25 malliman. 34 ta qalam. 34 qalaman. 34 qalaman. 30 kun. 30 yawman. 30 yawman. 40 ta buzoq. 40 ijlan. 40 ijlan. 34 ta kalit. 34 miftahan. 34 miftahan. Bizning madrasada 34 ta o'quvchi o'qiydi. Bizning madrasada, misol. Bizning madrasa fi madrasatina. Bizning madrasada degan fi madrasatina. 34 ta o'quvchi o'qiydi. Yata'allamu 34 طالبا. 34 طالبا. 34 طالبا. 34 ta talaba o'qiydi. Bizning sinfda 26 o'quvchi o'qiydi. Yata'allamu, yoki bunday tushsagan bo'ladi. Yata'allamu fi faslina, ya'ni fi madrasa fi faslina, bizning sinfda yata'allamu fi faslina 26 o'quvchi. 6
وعشرون طالبا يكي تلميذا. يتعلم في فصلنا 26 طالبا. يقرأ مالته. من ياز فصلني يحشي كرما. أنا أحب فصل الصيف. أنا أحب فصل الصيف. ياز فصلني يحشي كرمز. نحب فصل الصيف. نحب فصل الصيف. قش فصل دا مدرسة دا أقيمز. نتعلم في المدرسة في فصل الشتاء. قش فصل دا يعني عربشة نتعلم في المدرسة في فصل الشتاء. يز فصل دا دام أولامز. في فصل الصيف نستريح. في فصل الصيف نستريح ديلد.